man Telegram kanalimizda gruppasini ochib, o'zimning profilimni qo'yganimdan keyin juda ham ko'p savol-javoblar kelyapti. Ko'pi bizga hozir O'zbekistondan yozishyapti. Sayyor opa, bizani chaqiring, ishga joylashtiring, ish kerak, bizga dachaga ishlashni xohlaymiz deb. Azizlar, biz hech qachon bunaqa javobgarlikni olmaymiz. Sizda O'zbekistondan kelganingizdan keyin Moskva katta shahar, sizda yeb ichishingiz bor, turishingiz bor, dokumentingiz bor. Kelgandan sizda hech kim olmasligi mumkin, biroz o'rganishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Tushuninglar, bunaqa javobgarlik hech qanaqa kompaniya bo'yniga olmaydi. Hattoki o'zimni qarindoshimni bu yerga chaqirib Moskvaga keling ishga joylashtiramiz deb va'da bera olmayman. Chunki tanlash huquqi bizda emas, tushuninglar. Tanlash huquqi uy egalariga. Mana bugun ham nechta vakansiya ochgan bo'lsak, 4-5 ta variant beramiz. O'shaning ichidan yo bittasini tanlaydi yo yo'q. O'shanga ham uchrashuvga chaqiradi, sinov muddati bo'ladi. Sizda oladimi, yo'qmi? Shuning uchun O'zbekistonliklar, Qirg'iziston yoki Tojikistondan qilayotganlar to'g'ri tushuninglar. Qachon siz Rossiya territoriyasiga bo'lib dokumentlaringiz bilan bizning ofisimizga kelasiz yo bo'lmasa bizga onlayn zaявка qilib shaxsan mana o'zim bilan video bilan gaplashasiz, suhbatdan o'tolsangizgina biz siz bilan shartnoma qilib ishlay olamiz. To'g'ri tushuninglar, O'zbekistonlar nimaga chaqira olmaysizlar deb erkaklar biz bilan urush qilishni boshlaydi. Nima uchun telefonni olmaysizlar deb javob. O'zbekistondan qilyapsizlar. Bilamiz, O'zbekistondan qiladiganlarda anaqasini, fikrini. Yana bir marta aytaman, O'zbekistondan odam chaqirmaymiz. Kelasiz, dokumentingizni qilasiz, rizqingiz biz tomonidan bo'ladigan bo'lsa, albatta ishga joylashtiramiz. Lekin keling deb va'da berib, yo bo'lmasa birontangizni chaqira olmaymiz. To'g'ri tushuning.